tashqari kattagina sahnasi bor. Hop, ko'rishlaring mumkin, mevali daraxtlar ekib qo'yilgan. Agar o'timiz chiroyli holatda. Undan tashqari qiziqarli tomoni, orqada 2 sotik zahvat yeri bor ekan. Umumiy maydoni shunda 6 sotikga aylanadi. Asosiy binoga to'xtalsak, 2 etaj, 5 ta xona, bitta sanuzeli, 2 ta omborxonasi bor ekan. Shmetdan katta yo'l tizimi joylashgan ekan, isitish tizimi chetdan ekan. Bu tomoniga yozda stol sur qo'yib o'tirish uchun oilaviy joy qilib qo'yilgan ekan. Hozir xonalarni ichidan ko'rib chiqamiz. Asosiy binoga kirishimiz bilan kattagina xoll va chap tomonda sanuzel joylashgan. Sanuzelni isitish tizimi topli pol bilan jihozlangan. Bu tomonda oshxonamiz. Oshxonani ko'rib turganlaringdek keng va yorug'gina. Bu tashqariga chiqish uchun ikkinchi xoll. Va oshxonaning yonida kattalar yotoqxonasi joylashgan, ko'rishlaring mumkin. Ma'lumot uchun shu ko'rib turgan hamma jihozlaring qolar ekan, bu tomonda omborxona qilishgan. Endi ikkinchi etajda ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqishingiz bilan to'g'rida mehmonxona qilingan, ko'rishlaring mumkin. Isitish tizimi atab-yana bilan jihozlangan. Mehmonxonaning yonida kattagina xona bor. Buni detskiy xona qilib foydalansa bo'ladi. Ko'rib turgan barcha jihozlarning shu mebellari qoladi. Bu kattalar uchun yotoqxona. Bu joyda yonida bo'sh joy bor ekan. Bu joydan sanuzel qilib foydalansa ham bo'ladi. Tashqariga chiqib ovora bo'lmaysiz. Konditsionerlar qo'yib qo'yilgan. Narxini egalari $85,000 so'rayapti.